Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 4-dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Azizlar, sizlar ertangi kungi jadval bilan tanishmoqdasiz. Iltimos, kanalimizga yangi bo'lsalaringiz obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Azizlar, namozni endi boshlamoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga eslatma uchun namozlarni rakatlarini yozib o'tdim. Bomdod namozi 2 rakat sunnat, 2 rakat farzdan iborat. Peshin namozi esa 4 rakat sunnat, 4 rakat farz, 2 rakat sunnatdan iborat. Asr namozi esa faqatgina 4 rakat farzdan iborat. Azizlar, aktiv bo'lamiz va kuzatishda bardavom bo'lamiz. Shob namozi esa 3 rakat farz, 2 rakat sunnatdan iborat. Xufton namozi esa 4 rakat farz, 2 rakat sunnat va 3 rakat vitr vojibdan iborat. Mana azizlar, sizlarga rakatlarni eslatib o'tdim. Namozni endi boshlamoqchi bo'lgan aka-uka opa-singillarimizga eslatma uchun. Jadvalni davomi mana. Iltimos, aka-uka opa-singillar, like ayamaymiz. Like bosish tekin. Kanalga obuna bo'lamiz. Bu kanal samimiy kanal. Siz bizga yaxshilik keltiradigan kanal. Shu uchun kanalga obuna bo'lamiz, like bosamiz va yaqinlarga tarqatamiz. Kommentariyada o'z chiroyli fikrlaringizni qoldirasizlar degan umiddaman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz. Keyingi efirgacha deymiz. Telegram kanalga ham obuna bo'lishni unutmang. Esimiz bosh nimasida sahifasida qoldiraman. Silkasini ham, Telegram silkasini ham. Salomat bo'lingizlar.